Qadrli kitobxonlar, bugun sizlarni e'tiboringizga Halis Karabinlining Hayolimda go'zal qo'l asaridan parcha havola etaman. Asarda mutolaa qilar ekansiz, go'yoki qahramon tilida aytilayotgan so'zlar sizga bema'nidek, tuturuqsiz, jumlalar o'rtasidagi bog'liqlik yo'qdek bo'lib tuyuladi. Ammo unday emas. Asar qahramoni ham siz-u bizdek atrofimizda yashayotgan bir inson. Biroq ichidagi dardlarini, ichki kechinmalarini ro'y-ro'st boricha aqliga, xayoliga nima kelsa, shularni o'z holicha tashqariga chiqaradigan, odamlar nima der ekan deya andishaga borib o'tirmaydigan bir surbet, ammo tom ma'nodagi bir oshiq. Oshiqlik shu qadarki, shoir aytganidek, ham boshga g'am, ham ko'zga nam keltirur. Axir ishq oshiqni ne kuyga solishini oshiqlargina tushunadi. Zotan asar qahramoni aytmoqchiki, sevgi biroz kurashmoq va o'rni kelganda yaralanmoqdir. Ha, qahramonimiz ham sevgida yaralangan bir telba. Aziz kitobxonlar, Halis Karabinlining Hayolimda go'zal qo'l asari sizlarda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markaziga kelib mutolaa qilishingiz mumkin.